Muhtaram azizlar, biz hozir o'tib ketayotgan masjidimiz Masjid Qiblatayn. Bu ikki qiblalik masjid deyiladi. Lekin bu yerda ikkita qiblaga qarab namoz o'qish degan emas. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam o'sha Masjidul Aqsoga qarab namoz o'qilgan. Ammo Payg'ambarimiz alayhisalomning qalblarida orzu bor edi. U o'sha qiblamizni Ka'batulloh bo'lishligi. Ana o'sha yerda namozda turgan paytlarda Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga vahiy tushdi, qibla o'zgardi. Ka'batullohga qarab namozni davom ettirdilar. Shuning uchun ham bu Qiblatayn masjidini har doim tarixda eslaganimizda itoat, Rasulimiz alayhissalomga ergashish, namozda turgan holatlarda burildilar. Nimaga burildi deb so'ramadi hamma. Payg'ambarimiz alayhissalom burildilar, qolganlar ham orqalaridan ergashib burildi. Eng bizning buyuk ibodatimiz namozda turgan holatda hech kim ajablanmadi, nega bunday bo'lyapti deb. Ammo biz hozir Payg'ambarimiz alayhissalomda biror bir gaplarni aytganda, bunaqa emasmikin yoki menimcha bunday bo'lmasmidi degan gaplarni ko'p gapiramiz. Mana shu narsa aslo durust bo'lmaydigan narsa. Alloh bizni kechirsin. Biz Rasulimiz alayhissalomda eshitdikmi, itoat qilishimiz kerak. Bu Qiblatayn tarixi ham mana shunday bo'lgan. Bu masjidda o'sha qiblamiz o'zgardi. Afsuski juda ko'pchilik bilmasdan kelib Qiblatayn ekan, ikkita qiblali ekan deb men o'zim guvohligimda nechtasini qaytarganman. Endi bu ilmsizlikdan ikki tomonga qarab duo qilish kerak ekan degan tasavvur bo'lganlarni ham ko'rdik. Bunday qilmaslik kerak. Qiblamiz bitta, alhamdulillah. Rasulimiz alayhisolatu vassalamning orzulari, ummatning orzusi amalga oshib mana 14 asrdan ziyod bo'ldiki, Ka'batullohga qarab, Makka Mukarramaga qarab namoz o'qib ibodat qilib kelyapmiz. Aynan mana shu voqea shu Qiblatayn masjidida bo'lganligi uchun ham tarixda Qiblatayn masjid deb ataladigan bo'ldi. Endi hozir bu yerda ta'mir bo'lyapti ekan. Asosiy ziyoratimiz bizniki Masjidul Qubo. Qubo masjidi ham islomda birinchi qurilgan masjid. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Makka Mukarramadan Madina Munavvaraga hijrat qilib kelganlarida mana shu Qubo hududiga kelib shu yerda turib qoldilar va birinchi bo'lib mana shu masjidni qurdilar. Bu islom tarixida birinchi qurilgan masjid. Bu Ka'batulloh, bu bizning qiblamiz, bu yerdagi haram masjidimiz albatta bu butun insoniyat uchun ulug' bir masjid bo'lsa, islom tarixida Payg'ambarimiz alayhisalom ishtirokida qurilgan birinchi masjid mana shu Masjidul Qubo bo'ladi. Sisolat taqvo deb zikr qilinadi. Taqvo ustiga qurilgan. Shuning uchun ham Rasulimiz alayhisolatu vasallam man bana masjidan, kim bir masjid qursa Alloh unga jannatda qasr bino qiladi deb aytdilar yoki baytan yoki uy qurib beradi dedilar. Chunki islomda mana shu birinchi qurilish bu masjiddan boshlandi. Mo'min banda masjidga kirganda xuddi bir baliq suvga tushgandek o'zini rohatlantirib qolar ekan. Qubo masjidi azizlar o'z davrida kichkinagina bir masjid bo'lgan. Hozir borib ko'rasizlar, endi o'zgarib ketdi bu. Hazrat Umar radhiyallohu anhudek bo'ylari uzunroq odam kirsa, qo'llarini yuqoriga ko'tarsa tegardilar. Lekin yillar o'tib sahobalar bu masjidni eslab yig'lardilar. Bir paytlar Hazrat Umar radhiyallohu anhu Abu Dardo radhiyallohu anhu bilan ko'rishib qolgan ekanlar. Yillar o'tib bir hujrada o'tirib, esingizdami Qubo masjidi deb ikkalasi rosa Quboni eslab yig'lagan ekanlar. Chunki bu Qubo fayz edi, barakot edi. Bu yerda Payg'ambarimiz alayhissalom va sahobalar birinchi qurilgan masjidda namoz o'qirdilar. Masjidni obodligi uni minorasi va naqshlari bilan emas, masjidni obodligi jamoat bilan bo'lar ekan. Agar masjid har qancha obod bo'lib, chiroyli qurilib, naqshkor bo'lib, tillo naqshlar bilan bezatilgan bo'lsa-da, agar unda jamoat bo'lmasa, bu dunyodagi eng g'arib masjid bo'lar ekan. Ammo masjid bo'lsa-yu, uni minorasi ham yo'q, uni naqshi ham yo'q, lekin jamoatga to'lib tursa, bu eng obod masjid bo'lar ekan. Masjidul Qubo tarixdagi eng birinchi obod masjidlardan, eng fayzli masjidlardan edi. Payg'ambarimiz alayhissalom shuning uchun kim tahorat olib kelib, tahorati bilan Masjidul Quboga kelib 2 rakat namoz o'qisa, bitta umra qilgan savobini oladi deganlar.